bugun Xorazmning turistik salohiyati tobora oshib bormoqda. Buni biz Xorazmga keluvchi xorijlik sayyohlarning tashrifi keyingi 7-8 yil ichida 30 barobar oshganligida ham ko'rishimiz mumkin. Hech birimizga sir emaski, ilgarilari voha turizmi deyilganda ko'pchilikning ko'z oldiga Ichanqal'a tarixiy majmuasi kelar edi. Lekin bugun bu qarash butunlay o'zgardi. Bugun Xorazmda 100 ga yaqin turizm maskanlari faoliyat olib bormoqda. Prezidentimizning Xorazmga tashrifi davomida Ardaxiva turistik majmuasining ochilishi muhim voqea bo'ldi. Prezidentimiz Ichanqal'a tarixiy bo'lsa, Ardaxiva Xorazmning zamonaviy tashrif qog'ozi bo'ladi degan fikrlarni bildirdilar. Chindan ham, o'zim ham Xorazm farzandi sifatida Ardaxivaga borgach, o'zimda bir faxr va iftixor tuyg'ularini tuydim hamda o'zimni xuddiki tarixiylik va zamonaviylik uyg'unlashgan go'zal bir maskanga tushib qolgandek his etdim. Shuningdek, prezidentimiz nutqlari davomida yoshlarga qarata shunday dedilar: "Ancha ishlar qilindi. Lekin hali rejalar ham ko'p. Men bu yo'lda siz yoshlarga ishonaman. Sizlar baland cho'qqilarni ko'zlab, shunga yarasha bilim olsangiz, zamonaviy kasblarning ustasi bo'lsangiz, yuksak maqsadlarimizga albatta erishamiz." Chindan ham bugun yoshlar borasida aynan so'nggi 7 yil davomida 100 ga yaqin qonun va qarorlar qabul qilindi hamda 200 dan ortiq imtiyozlar yaratildi. Birgina ta'lim krediti nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bugun 151 ming nafardan ortiq yoshlar ta'lim kreditidan foydalanmoqda.